Assalomu alaykum. Navbatdagi bemorimiz 71 yoshli onaxon bizga bosh og'rig'i, bosh aylanishiga shikoyat qilib kelishdi. Bu muntazam ravishda surunkali davom etayotganligi sababli biz klinikamizga murojaat qilib kelishdi. Biz onaxonni bo'yin hamda miya ichi arteriyalarini angiografiya qilib tekshirdik. Tekshirganimizda ichki yuqi arteriyalarda torayishlar aniqladik. O'ng tomonda 30% gacha, chap tomonda esa 40% gacha torayishlar aniqlandi. Ichki yuqi arteriyasida hamda o'ng tomonda umurtqa arteriyasida 90%, chap tomonda esa 80% gacha torayish aniqlandi hamda patologik qiyshayishlar chap tomonda umurtqa arteriyasida hamda ikkala yuqi arteriyalarini esa biroz qiyshayishlar, ya'ni kengliklar aniqladik hamda bemorimizni angionevrolog ko'rigiga jo'natdik.